Hurmatli do'stlar, bugun shanba, ertaga esa yakshanba. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Obodonlashtirishlik onaxonlarning 30 tasini oilasiga nimalar oldik? Chekkadan ko'rsataman. Har bitta oilaga 3 tadan sumka. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Tuxum. Qo'litli bo'lmaydi. Non. Mevalar. Banan, olma, kivi. Pryanik. Uli sharbat. Yog'. Mana bunaqa kukuruz. Kefir va yogurt. Tomat. Tak, bu yerda nima bor? Non yana. Un. Mana bunaqa shirinliklar. Qand, manfar, ovsyaniy xlopya, 2 kilodan guruch, har safarga горох, grechka, mosh, makaron, tuz, shakar 2 kilo va anaqa mamli kurpa. Tak, mana bunaqa shirinlik. Tushunda jo'natishdi akalarimiz, Alloh rozi bo'lsin. Asal jo'natishdi akalarimiz, Alloh rozi bo'lsin. Tak, dальше. Bu neydi? Sosiska. Mana bunaqa holvalarimiz ham bor. Ajoyib. Onajonlarimiz endi ko'chalarni sipirishayotganda ertalab choylarni ichib olib, ha? Tak, dальше. Ikkitadan varyonniy kolbasa, bittadan kopchoniy kolbasa, 95 choy, ikkitadan tovuq, go'sht 1 kilodan qo'y go'shti, sariyog', kartoshka, piyoz, sabzi va mana bu yerda bolajonlar uchun o'yinchoqlarimiz olindi. Mana har bitta oilaga 3 ta o'yinchoqdan, lekin bolajonlarimizga shirinliklar olinmadi. Ya'ni esada bo'lsa, paketchada set qilardik. Mana bunaqa shirinliklarni har xillaridan qilardik. Hozir imkonimiz bo'lmaganiga shuncha narsani yig'dik 3-4 kunda. Mana bu yerda 90 ta sumka, har bitta oilaga 3 ta sumka, mana shuncha produktlar. Hurmatli do'stlar, aka-ukalar, majburiy mana shuncha narsani yig'dik, bu yog'iga ham Xudo yutqizar. Mabodo bolajonlarga "Meni ham nomimdan shirinlik oling aziz aka" deydigan bo'lsangiz, kartani qo'shib qo'ying, majburiy emas. Ayni xavotir olib, "Men albatta shu videoni ko'rsam majburmanmi" degan ko'ngildan narsa o'tmasin. Biz o'rtacha bir oyda har juma, har yakshanba 30 ta, 35 ta, 40 ta xonadonni ehsonini qilamiz. O'rtacha bir oyda 150 ga yaqin xonadon bizdan produktlar bilan olib duolar qilishadi. Shu duolarni siz bizga qilishadi. Shuning uchun shu bolajonlarga o'yinchoqlar olindi, mevalar olindi, so'k, sharbat, shokolad, shirinliklar olinmadi. Set qilamiz. Shu setga kim hissa qo'shmoqchi bo'lsa, o'rtacha bitta setimiz 100, 120 ming, 150 ming har xil chiqadi. Общий 30 ta xonadonniki 4 yo 5 million so'm pul bo'ladi. Kim hissa qo'shmoqchi bo'lsa, hammasi aytgan rozi bo'lsin. Ertaga yakshanba, ertaga ertalabdan hamma narsalarimizni onajonlarimizga topshiramiz. Rahmat.